Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pasport kitobchani almashtirish kerakmi? Pensionerlarga biometrik pasport yoki ID karta kerakmi? Eski hujjat bilan pensiya olish, banka borish, notariusga murojaat qilish, davolanish yoki chet elga chiqishda muammo bo'ladimi? Bu savollar ko'pchilikni, ayniqsa ota-onalarimizni, bu bobolarimizni, pensionerlarni juda xavotirga solyapti. Men bugun sizga oddiy tilda huquqiy tomoni va amaliy hayotdagi holatlari bilan tushuntirib beraman. Kim shoshilishi kerak, kim bemalol yurishi mumkin, qaysi vaziyatda hujjatni almashtirmasangiz jiddiy muammo chiqadi. Ma'lumot hammaga tegishli. Chunki oilamizda albatta pensioner bor yoki o'zimiz ertaga shu masalaga duch kelamiz. Videoni hozirning o'zida like qilib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday amaliy va kerakli tushuntirishlarni doim berib boraman. Avval fuqarolarning asosiy shaxsini tasdiqlovchi hujjat pasport kitobcha edi. Odamlar uni eski pasport, ko'k pasport, kitobcha pasport deb atardi. Shu pasport bilan odam banka borardi, pensiya olardi, notariusda ish qilardi. Uy-joy oldi sotisi qilardi, poliklinikaga ro'yxatga turardi. Hatto ko'p hollarda turli davlat xizmatlaridan foydalanardi. Ya'ni hayotdagi deyarli hamma rasmiy ishlar shu bitta hujjatga bog'liq edi. Keyinchalik biometrik pasportlar joriy qilindi. Undan keyin esa ichki hujjat sifatida ID karta tizimi bosqichma-bosqich kirib keldi. Bu yerda eng ko'p chalkashlik shundan chiqyapti. Odamlar biometrik pasport, xorijga chiqish pasporti, ID karta, eski pasport kitobcha degan tushunchalarni bir-biri bilan aralashtirib yuboryapti. Natijada kimdir? Pensionerlar hammasi zudlik bilan biometrik pasport olishi shart ekan deydi. Boshqasi esa mening eski pasportim umuman yaroqsiz bo'lib qolibdi deb qo'rqadi. Uchinchi odam pensiyamni bermay qo'yishar ekan deb vahimaga tushadi. Aslida masalaga bir necha qismga bo'lib qarash kerak. Birinchisi, sizning qo'lingizdagi hujjat amalda yaroqlimi yoki muddati tugaganmi? Ikkinchisi, siz undan qayerda foydalanmoqchisiz? Faqat O'zbekiston ichidami yoki chet elga chiqmoqchimisiz? Uchinchisi, hujjatdagi ma'lumotlar to'g'rimi? Ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, familiya o'zgarganmi, pasport yirtilganmi, surati tanib bo'lmaydigan darajadami? To'rtinchisi, siz davlat xizmatlari, bank, notarius, meros, kadastr, pensiya, subsidiya kabi aniq bir ishni qilmoqchimisiz yoki shunchaki uyda hujjat turibdimi? Eng asosiy qoida shuki, pensioner bo'lishning o'zi avtomatik ravishda albatta biometrik pasport olishingiz shart degani emas. Lekin hujjat muddati tugagan, yaroqsiz holga kelgan, yo'qolgan, ma'lumotlari noto'g'ri bo'lgan yoki siz chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, u holda yangi hujjat masalasi albatta ko'tariladi. Birinchi holat. Pensionerning eski pasport kitobchasi bor, lekin u bilan har oy pensiya olib yuribdi. Bank kartasi ishlayapti, hech qayerda muammo yo'q. Bunday vaziyatda odam bugun almashtirmasam ertaga pensiyam to'xtab qoladimi deb so'raydi. Odatda pensiya to'lovining o'zi pasport almashtirilmagani uchun birdan to'xtab qolmaydi. Pensiya tizimida shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Lekin bank yoki pochta xizmati shaxsni tasdiqlashda amaldagi va yaroqli hujjat so'rashi mumkin. Agar pasport juda eski, shikastlangan, muddat tugagan yoki tizimda tekshiruvdan o'tmaydigan bo'lsa muammo chiqadi. Masalan, 12 yoshli otaxon har oy bank kartasiga pensiya oladi. Uning kartasi ishlayapti, bankomatdan pul yechadi, hujjatini hech kim so'ramaydi. Bu otaxon ertaga faqat pensiya kelishini kutib yashasa. Ehtimol hozircha unga shoshilinch ehtiyoj bo'lmasligi mumkin. Lekin shu otaxon banka borib yangi karta ochmoqchi bo'lsa, eski kartaning muddati tugab, qayta rasmiylashtirmoqchi bo'lsa, omonat ochmoqchi bo'lsa yoki plastik kartasini tiklatmoqchi bo'lsa, bank amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjatni talab qiladi. Ana shu yerda eski yoki yaroqsiz hujjat sabab jarayon to'xtab qolishi mumkin. Ikkinchi holat. Pensionerda pasport bor, lekin muddati tugagan. Bu juda muhim. Hujjatning muddati tugagan bo'lsa, u rasmiy amaliyotlarda muammo keltirib chiqaradi. Odam men hech yoshdaman, menga nima kerak pasport almashtirish deyishi mumkin. Lekin masalan, notariusga borib ishonchnoma bermoqchi bo'lsa, nevarasiga uyini hadya qilmoqchi bo'lsa, meros masalasida ariza yozmoqchi bo'lsa, pensiya kartasini bankda yangilatmoqchi bo'lsa, hujjat muddati hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Notarius odatda muddati tugagan hujjat bilan bitim qilmaydi. Chunki u shaxsni tasdiqlash xavfsizligiga javob beradi. Uchinchi holat, pensioner chet elga chiqmoqchi. Mana bu yerda alohida e'tibor kerak. O'zbekiston ichida ID karta shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat sifatida ishlatiladi. Lekin chet elga chiqish uchun
alohida xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Odamlar ko'pincha biometrik pasport deganda aynan chet elga chiqish pasportini nazarda tutadi. Agar pensioner Qozog'iston, Turkiya, Rossiya, Saudiya Arabistoni yoki boshqa davlatga borishni rejalashtirsa, u holda xorijga chiqish pasporti masalasini oldindan hal qilish kerak. ID karta bilan hamma davlatga chiqib bo'lmaydi. Qaysi davlatga qanday tartibda chiqish mumkinligi alohida tekshiriladi. Masalan, 38 yoshli ayol farzandlari yoniga Rossiyaga borishni rejalashtiryapti. Uning ikki hujjati bor. Pensiyasini olayapti. Mahallada hamma ishi yuribdi. Lekin aeroportga borganda yoki chipta olishda xorijga chiqish pasporti talab qilinadi. U mening eski pasportim bor-ku desa ham, agar u chet elga chiqish uchun amaldagi hujjat bo'lmasa, safar amalga oshmaydi. Shuning uchun chet elga borish rejasi bo'lsa, hech bo'lmaganda 1-2 oy oldin hujjatlarni tekshirib qo'yish kerak. 4-holat, pasportdagi ma'lumotlar o'zgargan. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanda familiyasi o'zgargan, keyin ajrashgan, eski familiyasiga qaytgan. Lekin hujjatini vaqtida almashtirmagan yoki pasportda tug'ilgan sana, ismining yozilishi, otasining ismi bo'yicha xatolik bor. Bunday holatda odam kundalik hayotda yurishi mumkin. Lekin jiddiy rasmiy ishga kelganda, masalan, meros olishda, kadastr hujjatini rasmiylashtirishda, sudga murojaat qilishda, pensiya ishini qayta ko'rib chiqishda muammo paydo bo'ladi. Chunki tizimdagi bitta harf farqi ham shaxsni aniqlashda to'siq bo'lishi mumkin. Masalan, bir hujjatda To'xtasinov, boshqasida To'xtasinov, uchinchisida To'xtasinov deb yozilgan bo'lsa, oddiy odam uchun bu bitta shaxsdek ko'rinadi. Lekin elektron bazalar va notariat tizimida bu farq masala tug'diradi. Shuning uchun hujjatni almashtirish faqat yangi rasm tushirish emas, balki ma'lumotlarni to'g'rilash, kelajakdagi nizolarning oldini olish hamdir. 5-holat pasport yirtilgan, varaqalari tushib qolgan, muhrlar o'chgan, surat eski va tanib bo'lmaydi. Pensionerlar orasida shunday hujjatlar ko'p uchraydi. Pasport 24 mil sumkada, sandiqda, cho'ntakda yuradi, ustiga suv tegadi, muqovasi yirtiladi. Odam esa baribir mening pasportim-ku deydi. Lekin amaliyotda shaxsni aniqlash imkoni bo'lmasa, hujjat yaroqsiz deb qaralishi mumkin. Bunday holatda bank xodimi, notarius, migratsiya xizmati yoki davlat xizmatlari markazi hujjatni qabul qilmasligi mumkin. 6-holat. Pensioner uyidan chiqa olmaydi, yoshi katta, kasal, nogironligi bor. Bu eng nozik masala. Ko'p farzandlar onam yura olmaydi, otam to'shakka mixlanib qolgan, endi pasportni qanday almashtiramiz deb so'raydi. Bunday vaziyatda odatda migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari yoki tegishli xizmatlar bilan bog'lanib, amaliy tartibni aniqlash kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda mas'ul xodimlarning joyiga borib xizmat ko'rsatishi yoki hujjatlarni vakil orqali tayyorlash bo'yicha imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Lekin buni og'zaki gap bilan emas, o'sha hududdagi vakolatli idoradan aniq so'rash kerak. Chunki tartib hudud, holat va xizmat turiga qarab farq qilishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik, pensionerlar pasport almashtirishdan ozod degan gapni ham hamma pensionerlar majburan almashtiradi degan gapni ham tekshirmasdan qabul qilmang. Qonun va amaliy tartibda hujjatning turi, muddati, holati va foydalanish maqsadi asosiy rol o'ynaydi. Yosh muhim omil bo'lishi mumkin, lekin yagona mezon emas. Ikkinchi noziklik, ID karta va xorijga chiqish pasporti bir narsa emas. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun qulay. Bank, poliklinika, davlat xizmatlari, notarial amaliyotlar, ko'plab maishiy va huquqiy jarayonlar. Xorijga chiqish pasporti esa chet el safarlari uchun kerak. Shuning uchun men ID karta oldim, endi Turkiyaga bemalol chiqamanmi degan savolga javob har doim ham ha bo'lavermaydi. Safar uchun aynan qaysi hujjat talab qilinishini tekshiring. Uchinchi noziklik, banklar va davlat idoralari bazalarini yangilaydi. Ba'zan odamning eski hujjati bilan yillar davomida muammo bo'lmaydi. Keyin bir kuni bank hujjatingizni yangilang deydi. Odam bundan jahli chiqadi. Kecha ishlagan narsa bugun nega ishlamay qoldi? Sababi shuki, identifikatsiya talablari kuchayadi. Elektron bazalar bilan solishtirish boshlanadi. Mijoz ma'lumotlarni yangilash jarayoni yuradi. Bu sizga qarshi qilingan ish emas, balki moliyaviy xavfsizlik, firibgarlikning oldini olish va shaxsni to'g'ri aniqlash talabi. 4-noziklik. Notariusda hujjat masalasi yanada qat'iy. Chunki uy-joy, meros, ishonchnoma, hadya, oldi-sotdi kabi ishlar katta huquqiy oqibatlarga ega. Masalan, 5 yoshli ona uyini o'g'liga hadya qilmoqchi. Agar uning pasporti yaroqsiz bo'lsa, notarius bitimni rasmiylashtirmaydi.
Bu notariusning qiynashi emas. Keyinchalik onamni aldashgan. Bu hujjat haqiqiy emas. Shaxsni aniqlashmagan degan da'volarning oldini olishdir. 5-noziklik hujjat yo'qolsa kechiktirmang. Ayniqsa pensionerlar ko'pincha topilib qolar deb o'ylab kutadi. Yo'qolgan hujjat bilan boshqa odam firibgarlik qilishi, kredit, sim karta, ishonchnoma yoki boshqa noqonuniy harakatlarga urinish ehtimoli bo'ladi. Albatta bugungi tizimlarda himoya kuchliroq, lekin xavfni kamaytirish uchun hujjat yo'qolgani darhol tegishli idoraga bildirish, yangisini olish choralarini ko'rish kerak. 6-noziklik. Qarindoshlar nomidan harakat qilishda ishonchnoma masalasi chiqadi. Farzand otamning pasportini almashtirib kelaman deydi. Lekin hamma jarayonni oddiygina pasportni olib borib bajara olmaysiz. Shaxsning o'zi ishtiroki, suratga olish, biometrik ma'lumotlar, imzo, ariza kabi talablar bo'lishi mumkin. Agar odam yura olmasa, alohida tartib so'raladi. Shuning uchun oldin telefon orqali yoki borib, falon yoshdagi odam yura olmaydi. Hujjatini almashtirish uchun qanday tartib bor deb 7-noziklik jarima masalasi. Hujjatni belgilangan muddatda almashtirmaslik, yashash joyi bo'yicha ro'yxat, yo'qotish yoki yaroqsiz holga keltirish kabi holatlarda ma'muriy tartiblar bo'lishi mumkin. Men bu yerda bitta aniq summa aytib, odamlarni chalg'itmoqchi emasman. Chunki to'lovlar, bojlar va jarimalar vaqti bilan o'zgaradi. Eng to'g'ri yo'l migratsiya bo'limi davlat xizmatlari markaziy yoki rasmiy manbalardan aynan bugungi kundagi miqdorni tekshirish. Birinchi qadam, uydigal hujjatlarni stolga qo'ying va tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasini oling. Muddati qachongacha ekanini ko'ring. Ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Surat aniqmi? Hujjat yirtilmaganmi? Sahifalar joyidami? Muhrlar o'chmaganmi? Agar hujjat ID karta bo'lsa, uning amal qilish muddatini ham tekshiring. Agar xorijga chiqish pasporti bo'lsa, uning muddati safar vaqtida yetarlimi? Buni ham alohida ko'ring. Ikkinchi qadam. Pensionerning yaqin 6 yil 2 oy ichida qanday ishlari borligini aniqlang. Bank kartasi muddati tugaydimi? Notariusga borish kerakmi? Meros, kadastr, uy-joy, subsidiya, davolanish, sanatoriy, chet elga chiqish rejasi bormi? Agar shunday ishlar bo'lsa, hujjatni oldindan tartibga keltiring. Chunki eng yomon holat zarur ishning kuni kelganda pasport yaroqsiz chiqib qolishi. Masalan, chipta olingan, safar yaqin, lekin pasport muddati tugagan. Yoki notariusga vaqt olingan, hamma qarindosh yig'ilgan, lekin hujjat qabul qilinmagan. Bunday vaziyat asab vaqt va pul yo'qotadi. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish masalalari bo'yicha yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga, ayrim xizmatlar bo'yicha davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Hududingizda qaysi xizmat qayerda ko'rsatilishini aniqlab oling. Borishdan oldin telefon qilib, ish vaqti, navbat, kerakli hujjatlar, to'lov miqdori va pensioner yura olmasa qanday tartib borligini so'rang. 4-qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport yoki mavjud ID karta, ariza, to'lov kvitansiyasi, ayrim holatlarda tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, yo'qotish bo'yicha tushuntirish yoki tegishli tartibdagi murojaat talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, uni tuzatish uchun asos bo'ladigan hujjatlarni ham olib boring. 5-qadam, agar pensioner yura olmasa, oldindan yozma yoki og'zaki murojaat qiling. Onam pegim 4 yil yoshda, mustaqil harakatlana olmaydi. Shaxsini tasdiqlovchi hujjatini yangilash kerak. Joyiga chiqish xizmati bormi? Qanday ariza yozamiz? Qanday tibbiy ma'lumotnoma kerak deb so'rang. Zarur bo'lsa, mahalla, oilaviy poliklinika yoki shifokor ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Eng muhimi, buni oxirgi kunga qoldirmang. 6-qadam, chet elga chiqish bo'lsa, alohida tekshiring. Qaysi davlatga borasiz? U davlatga kirish uchun pasport muddati kamida necha oy amal qilish kerak? Viza kerakmi? Chipta olishda qanday ma'lumotlar talab qilinadi? Familiya, pasport va chiptada bir xil yozilganmi? Ayniqsa pensionerlar farzandlari yo'liga ketayotganda ko'pincha chipta farzand tomonidan internetda olinadi. Bitta harf xatosi ham aeroportda muammo chiqarishi mumkin. 7-qadam. Hujjat olingandan keyin ma'lumotlarni tekshirib chiqing. Yangi ID karta yoki pasportni qo'lga olganingizda darhol ism, familiya, tug'ilgan sana, jins, fuqarolik, amal qilish muddati va boshqa ma'lumotlarni ko'ring. Xatolikni vaqtida aniqlasangiz, tuzatish osonroq bo'ladi.
uyga borib keyin ko'raman deb tashlab qo'ymang. Xulosa qilib aytaman. Pensioner bo'lishning o'zi biometrik pasport yoki yangi hujjatni majburiy ravishda darhol olish kerak degani emas. Lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, yirtilgan bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, ma'lumotlar o'zgargan yoki noto'g'ri bo'lsa, bank, notarius, meros, kadastr, davlat xizmatlari yoki chet elga chiqish rejangiz bo'lsa, hujjatni tartibga keltirish shart. ID karta ichki ishlarda, xorijga chiqish pasporti esa chet el safarlarida kerak bo'lishini unutmaslik lozim. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l bugunoq ota-onangiz yoki buvi bobongizning hujjatini tekshiring. Muddati, holati, ma'lumotlari va kelajakdagi rejalar bo'yicha baho bering. Shunda ertaga bankda, notariusda, aeroportda yoki pensiya masalasida kutilmagan muammoga duch kelmaysiz. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Yoshingiz, qo'lingizdagi hujjat turi, muddati va qanday ish qilmoqchi ekaningizni qisqacha tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni like qiling, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan odamni katta ovora, xarajat va asabiylikdan saqlab qoladi.